Assalomu alaykum. Musofir show va nihoyat ikkinchi sonidamiz. Ikkinchi soni, lekin bu birinchisi. Birinchi sonimizda namuna sifatida ko'rsatib bergandik. Ana endi haqiqiy ishtirokchilar bilan bugungi sonimizni boshlaymiz. Bizni Musofirda, mana shu ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib turgan yurtdoshlar, alangali salom. Assalomu alaykum, hurmatli ishtirokchilarimiz, mehmonlarimiz, barchangizni Musofir shouda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Albatta bizning ilk ishtirokchilarimiz, tarixga muhrlanadigan ishtirokchilar. Birinchi ishtirokchilarimiz, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. O'tgan galda jonli efirda ijtimoiy tarmoqlarda aniqlagan edim. Mana shu shartlarimizni a'lo darajada bajarib, bizga ishongan Botirov Safar akamiz ishtirokchiga aylanganlar. Ularning esa oila a'zolarini biz studiyamizga taklif qilganmiz va birin-ketinlik bilan Botirov Safar akamizni oila a'zolarini chorlab qolamiz. Yaxshi kayfiyatlar bilan hurmatli o'rtoqlar, biz sizlarga aytdik, Musofir shouga a'zo bo'linglar va sovg'alarga ega bo'linglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Amaki yaxshimisiz? Assalomu alaykum onajonim. Assalomu alaykum kelin bo'lsa kerak-a. Ayollari, onalari va otalari, to'g'rimi? Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Salomlashib olsanglar bo'ladi yurtdoshlarimiz bilan. Amaki o'zingiz boshlab berasiz, endi ro'zg'or boshi, oila boshisiz. Marhamat. Gapga o'lmay hammaga salom. Ana endi onajon siz ham salomlashib qo'yasizmi? Quda-andalar bor, qo'ni-qo'shnilar bor. Assalomu alaykum. Ha, ana. Sherobod, Surxondaryo viloyati Sherobod tumanidan keldik. Sizlarga alangalik salom. Ishtirokchi bo'lib turibmiz. Salomat bo'linglar. Xursandmiz. Xush kelibsizlar. Sizlarni Musofir shouda ko'rganimizdan bag'oyatda xursandmiz. O'zi asli Surxondaryo Sherobod tumanidan, to'g'rimi? Xush kelibsizlar. Musofir shou pavilyonlari yoqdimi sizlarga? Juda. Endi sizlar shunaqa omadli inson ekansizlar, birinchi Musofir shouda ishtirokchiga aylandinglar. Safarjon qayerda, amaki? Sankt-Peterburgda. Sankt-Peterburgda. Rossiyaning eng chiroyli shahri Sankt-Peterburgda ekanlar. Sankt-Peterburg juda ham chiroyli shahar. U yerda musofirchilikda ishlayapti, to'g'rimi? Nima maqsadda ketgan? Sizlarni boy qilaman, katta mashinalar olaman, bitovoy texnikalar olamiz. Cobalt mashinasi olamiz deb ketgan. Demak, sizlar bugun super o'yinda ham ishtirok etasizlar, to'g'rimi? Cobalt yutmaguncha ketmaysizlar. Lekin Musofir shouga Botirov Safar akamiz ishtirokchiga aylandimi? Demak, ularda cho'ntagida 5 million so'm puli bor. Shartlarimiz juda ham oddiy edi. Bu shartlarni to'g'ri tushunib, to'g'ri qabul qilgan ekanlar va ishtirokchiga omadli ekan o'g'lingiz onajon. Omadli o'g'lingiz bor ekan, mana birinchi ishtirokchiga aylandi. To'g'rimi Go'zalxon? Juda ham omadli, o'zi ishtirokchiga aylanganlari omad. Bugun sizlar bilan yana ikkinchi bor omadlarini sinab ko'rib, Cobalt avtomobilini yutib olishga. Amaki sizga tushuntirib o'taman, 1 dan 30 gacha bo'lgan raqamlar ichida sovg'alar yashiringan. Bu sovg'alarga nimalar kiradi? Smartfon 4 ta, notebook 4 ta, televizor 43 talik 4 ta, kir yuvish mashinasi 4 ta, konditsioner 4 ta, gaz plitasi 4 ta, muzlatgich 3 ta, 10 million so'm pul yutug'i 2 ta, 20 million so'm hamda 10 gram tilla. Onajon, tilla kerakmi, pul kerakmi, bitovoy texnika kerakmi? Lekin undan oldin haqiqiy ishtirokchimiz bilan onlayn tarzda bog'lanamiz. Kelinglar, bemalol mana bu yerga kelinglar. Safarbek bilan Botirov Safarbek bilan kutib olishga tayyormisizlar? Tayyor. Gaplashamizmi? Botirov Safarbek, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz-sizlar? Charchamayapsizmi? Siz bilan Zo'r. onlayn tarzda ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Onajon ko'ryapsizmi o'g'lingizni? Kelin. Yig'lamang bo'ldi kelin deymi? Safarjon, siz bilan onlayn ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Siz mana shu shartlarimizni a'lo darajada bajardingiz va birinchi ishtirokchimizga aylandingiz va oila a'zolaringiz mana shu yerda studiyada biz bilan, Xudo xolasa bugun omadlari keladigan bo'lsa, Cobalt avtomashinasi yo bitovoy texnikalar. Xullas kalom, siz minusda baksiz, plusdasiz. Chunki ishtirokchiga aylandingizmi, 5 million so'm yutug'ingiz bor.
Men Botir Safar Rossiyaga musofir bo'lib ishlagan kelganmiz. Musofir shoudan telefon qilishdi menga. Birinchi ishonmadim. Keyin yozishdik Telegramdan. Kimdir aldayapti, hazillashyapti, u yoqda deb gaplashib yozishdik. Keyin ishondik rost ekan. Video tayyorlab berdi, videolar ko'rdik, keyin ishondik-da. Ana endi uydagilarga omad tilab qo'yasiz. Safarbek, Omad uydan hammalaringizga. Birgalashib bugun omad yor bo'lsin. Tabriklaymiz. Demak, sizlar tayyor bo'lsanglar, biz boshlasak bo'ladi. Tayyormisizlar? Tayyormiz. Demak, biz ilk shartni boshladik o'rtoqlar. Zina, birinchi zina. Sizlarda esa sovg'a tanlash imkoniyati bor. Qaysi sovg'ani tanlaysizlar? Sovg'a ayting. Sovg'a. Dadam konditsioner degan edi. Konditsioner. Amakim naryoqda konditsioner olib ketamiz bugun degan ekanlar. Konditsioner 4 ta konditsioner mana shuning ichida yashiringan. Sizlarda hozir 5 ta yacheykani ochish imkoniyati bor. U 5 ta yacheykaning ichidan nechta konditsioner chiqsa hammasi sizlarki. Lekin super o'yinda ishtirok etish uchun bitta imkoniyatinglar bo'ladi. 5 ta raqam tanlashinglar kerak. Birinchi raqamni kim tanlab beradi? Amaki. Ayting. Ro'zg'or boshi. 14-chi. 14-raqam Eldor Shomurodovning milliy terma jamoamizdagi raqami 14-raqam. Go'zalxon 14-raqam ortida konditsioner bormi, yo'qmi buni bilamiz. Qani 14-raqam. 14-raqam. Qani hayajonlantirmang. Qani dor. Afsuski televizor. Afsuski televizor. Yusuf Choriyevman. Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanidan keldim. O'g'lim Botir Safar Rossiyada 1 yildan beri ishlayapti. Endi hali kayfiyatni tushirmaymiz. Hali oldinda 4 ta zina turibdi. Undan tashqari 4 ta yacheyka ochish imkoniyatinglar bor. Yaxshi kayfiyatda bo'linglar. Safar aka, siz ham onlayn kuzatib turibsizmi bizni? Ha, eshityapman. Eshityapsizmi? Safar akam ham raqam tanlab bersinmi? Onam nima deysiz? Albatta. Ha? Aytchi. Safar aka o'zi ishtirokchi bo'lgansiz. Mana shu yerda 1 dan tortib 30 gacha bo'lgan raqamimiz bor. Hozir buning ichida 14-raqam yo'q, lekin bitta o'zingizga yoqqan, ma'qul kelgan raqamni aytadigan bo'lsangiz, bular konditsioner tanlashdi. Ayting. Endi bittasini. Ayting Safarbek. 9-raqam. 9-raqam. 9-raqamda ortida konditsioner bormikin? Nima deb o'ylaysizlar? Konditsioner bormi? Bor. Konditsioner bor, ha, konditsioner bor, chunki farzandlariga ishonadilar. Konditsioner bor dedilar. 9-raqamda ortida esa Go'zalxon hayajonlantirmang, oching, nima bor ekan? Ikkinchi imkoniyat va bizda kir yuvish mashinasi. Kir yuvish mashinasi. Kayfiyatni tushirmaymiz. Bo'ladi. Afsus. Necha hayajonlandingiz? Safarbek 9 ni tanlab qo'ydingiz. Kir yuvish mashinasi. Bitta narsani bilinglar, hozir tanlagan sovg'alar, birinchisi notebook hamda kir yuvish mashinasi bizdan chiqib ketdi va mana bu yerda kir yuvish mashinasi 3 ta qoldi. Televizor edi birinchisi, keyin televizor 3 ta qoldi. Ana yana bitta tanlash raqam imkoniyatinglar bor. Necha raqamdi? Kim tanlaydi? Kelin tanlasinmi? Ona siz tanlang, ona. Bir boshdan. 17. 17-raqam. 17-raqam ortida konditsioner bormi, yo'qmi? Hozir bilamiz. 17-raqam, go'zal kulyapti, cho'ta. Nimadir bor. Sizlarni rosa xursand qilgim kelyapti. Nima? Lekin afsuski gaz plitasi. Afsuski so'zini ishlatmang. To'g'ri. Chunki sizlarda hali imkoniyatlar juda ham ko'p. Kayfiyatni tushirmaymiz. 3 ta sovg'a chiqib ketdi, kayfiyat tushirmaymiz. Hali sovg'alarimiz juda ham ko'p. Ot keyin chopadi deydi-yu. Yaxshi ot keyin chopadi deganlarida, to'g'rimi? Endi bir kelinga ham ishonib ko'ramizmi? Turmush qurganingizga necha yil bo'ldi Safarbek bilan kelin? 7 yil bo'ldi. 7 yil. Baxtlimisiz? Ko'z tegmasin. Qali, romantika gul pullar berib nimalar qilib turadimi? Endi-da. Endi men ham qaranglar so'rab o'rganimni qaynani oldida so'rab o'rgandim. Eng borisi. Endi kelinda imkoniyat bor, kelinni shuncha maqtadik, endi bu yog'ini sovg'a chiqarib berasiz. Nechinchi raqamni tanlaysiz kelin? 5-raqam. 5-raqam. 5-raqam ortida
konditsioner bormi, yo'qmi? Buni bilamiz. Taran don don. 5-raqam. Balkim raqamni alishtirarmiz. Raqamni almashtirish imkoniyati bor. Almashtiring. Almashtiray. o'zi Yo shu 5 ta turaversin. 5. O'ylab ko'ring. O'ylab ko'rdingizmi? Mayli keling? 5 ta turaversin. 5 ta qolar 5 ekan. raqamni yaxshi ko'raman. Mayli, men sizga imkoniyat berdim, lekin alishtirmasdan to'g'ri qildingiz demoqchi edim. No. Notebook. Voy, notebook. Notebook ham bizni tark etadi. Xo'jayinim Botirov Safar musofir shou o'yiniga ishtirokchi bo'lgan ekan. Boshida ishonmadik. Keyin shu musofir shou xodimlari o'zlari telefon qilib aytgandan keyin ishondik. Hozir rosa xursandmiz. Va sizlarda bitta imkoniyat qoldi. Bitta imkoniyatdan kim foydalanadi? 5-chi imkoniyat. yoki ona, yoki kelin, yoki o'g'il. O'g'lim nima qilsin? Tez kunda mana shunaqa serial. Nima deysiz? Kim foydalanadi? O'g'lim. Safarbek. Safarbek O'zingiz nima qilsin? konditsioner sovg'asini tanlashgan, lekin 4ta imkoniyatda konditsioner chiqmadi. Nima chiqishini endi kimga bog'liq? Bitta imkoniyat qoldi. Dadamni o'zi aytaversin. Dada ayting o'zingiz. Amaki ayting endi. Ayting. 13-raqam. Otalarni 13-raqamni tanladi, lekin raqamni ochishdan oldin bitta narsa. Kayfiyat tushirmanglar. Hali 4tasida turibdi. Imkoniyat hali ko'p. Oxirgi 5-zinada bitta imkoniyatdan to'g'ri foydalanib qo'yishingiz mumkin. To'g'rimi? Baribir kayfiyat tushirmaymiz, lekin eng asosiysi bu musofir shouda ilk ishtirokchisizlar. Tabriklaymiz bu bilan. 5 million so'm pulingiz ham bor. 13-raqamni tanladilar va 13-raqamni ortida nima bor ekan, amaki? Notebook. Notebook. Lekin kayfiyatni tushirmaymiz. Hali katta sovg'alar oldinda. Kobaltlar turibdi. Mana shuncha bitovoy texnikalar, pul yutuqlari, tilla ham bor. Xullas kalom xazina bu. Musofir shou xazina desak ham bo'laveradi. Ana Endi o'yinimiz qoidasiga binoan bitta konditsionerni chiqarib tashlashimiz kerak o'yindan. bitta konditsioner qayerda yashiringan edi? 12-raqam ortida havo sovutgichi yashirilgan edi. 12. Bittasini chiqarib tashlaymiz. Bittaga amaki 13 emasdan 12 demaysizmi ya? 12 ning orqasida ekanini. Mayli, endi havo sovutgich. Mana shuncha sovg'amiz bizni tark etdi. 6 dona sovg'amiz bizni tark etdi. Ana endi hali ikkinchi zinamizga ko'tarilamiz. Ikkinchi zinamizda sizlarda 4 ta raqam tanlash imkoniyati bor va 4 ta raqam ichidan qaysi sovg'ani tanlaysizlar? Nima sovg'a keyingisi? ayting. Mana amaki sovg'alarimiz smartfon 4 ta, notebook 2 ta, televizor 43 talik 3 ta, kir yuvish mashinasi 3 ta, konditsioner 3 ta, gaz plitasi 3 ta, muzlatgich 3 ta, 10 million so'm 2 ta hamda 10 gram tilla. 10 million deydi. Nima sovg'a? Ikkitada u. 10 millionlik. Ikkitadan yashiringan. 10 million so'm pul. Demak 10 million so'm yutasida gaz plitani ham sotib olasiz, xolodilnikami? Hammasini bitta qilishda niyat qildilar. Xullas kalom, sovg'ani o'zgartirmaysizmi? 10 million so'mda qolasizmi, amaki? Ha? Yusuf aka qarang. Yusuf aka, demak 10 million so'm pulda qoldingiz, ha? Demak 15 million so'm qilib qaytargansizlar-da, xudo xolisa chiqib qolsa. Ana endi mana shu yerda 4 ta tanlash imkoniyatingiz bor. 4 ta raqam tanlash imkoniyatingiz bor. Safar aka, qalaysiz? Onlaynmisiz? Xuddi qatib qolganga o'xshab turmang, qimillab turing, yaxshi kayfiyatda. 10 million so'm yutuqni tanladilar-da deysiz. Nima deysiz? Imkoniyati ko'proqda tanlash kerak-da, u 4 ta deyapti-ku, o'shanda. Raqamni ko'prog'idan tanlash kerak deyapti. Smartfon 4 ta, lekin sizni bitta imkoniyatingiz bo'ladi. Endi pul kerak ekanda 10 million so'm dedilar. Demak, jo'natmayapsiz. Jo'natib turing ko'p-ko'p, to'g'rimi? Jo'natyaptimi xolajon? Onamiz doim, onalar shunaqa mehribon zotki, ona doim bolani tarafini oladi. Onalarimiz doim baxtimizga sog' salomat bo'lsinlar. Ana endi 10 million so'm pulda qolamizmi yo boshqa sovg'aga o'zgartiramizmi? O'zgartimi? Televizorga. Televizorda 43 talik televizorda 3 tadan qopti, 3 ta televizor qopti. Demak, birdan bo'lgan 30 gacha bo'lgan raqamlarimiz ichida sizlarda hozir 4 ta raqam tanlash imkoniyatingiz bor. Demak,
Birinchi raqamni kim tanlaydi? Taylan. Kelinimiz tanlasin. Kelin. Voh. 20 raqam. 20 raqam. Kelin ko'ryapsizmi? Bunaqa imkoniyat hech ham berilmaydi, ha? Qaynota qayna kelin tanlasin deb turibdi, ko'z tegmasin. Mana shunaqa kelinini yoqtiradigan, sevadigan oilalar ko'paysin. Demak, kelinimiz 20-raqamni tanladi va tanlagan sovg'alari televizor edi. Ana 20-raqam ortida esa Smartfon. smartfon. Men o'zi aytdim, mana shu smartfon tanlasa bo'lardi, smartfon 4 dedi dedi. Endi hammasi hali kayfiyat tushiradigan payt emas. Sovg'a juda ko'p bu xazinamizda. Ana endi 4 tadan bitta imkoniyatlar ketdi, 3 ta imkoniyat bor. Kim tanlaydi? 27. 27-raqam. Onajonimiz 27-raqamni tanladilar hamda bizda sovg'a tanlangan sovg'a televizor hamda 27-raqamni ortida esa Balkim bitta imkoniyat berarmiz. nima deysizlar? 25 bo'lmasa 25 nima? Tezda fikrni o'zgartirib yubordingiz ona. Bo'ladi. Bo'ladimi? Qaysi biri bo'ladi? 25 bo'ladimi? 25 mi 27 mi? 27 bo'ladi. 27 Ha, dan. bo'ldi. Voh, ana Xo'jayin oila nima boshi desa? aytdilar, 27 dedilar. Demak, 27-raqam ortida Notebook. notebook. Assalomu alaykum. Men Surxondaryo viloyati Sherobod tumanidan keldik. Choriy va Oltinoy bo'laman. O'g'lim Botirov Safar shu shouga qatnashib telefon qildi. Telefon qilganda ishonmadik. U yoqdan jamoa a'zolari telefon qildi. Nakasta taylab o'shandan bildik. Keyin haqqi ekan ishondik. Juda xursandmiz. Yusuf aka, Safarbek qachon ketgan safarga? 1 yil bo'lyapti. 1 yil bo'lyapti. Oldinlari ham borib turarmidi yo endi ketdimi? Boradi 12-yildan beri. 12-yildan beri. Oho, Peterli bo'lib ketdingiz-ku Safarbek. Ismni ham zo'r qo'ygan ekansiz, Safarbek. Safarbek safardalar. Ikkita imkoniyat bor. Kim tanlaydi raqam? Istamas. Ayting endi amaki. Bular tanlasholmadi, o'zim tanlayman deng. 22-Abbosdan o'g'li. 22-raqam milliy terma jamoamizda Abbosbek Fayzullayev to'p suradigan raqam. 22 Abbos futbolga qiziqasiz deyman, ha? Jahon chempionatiga milliy terma jamoa chiqqani bilan chin yurakdan tabriklayman. Ey! 22-raqam Abbos qani omadli raqamda o'ynarmikin? Yusuf aka, nima deysiz? Televizormi yoki boshqa narsa? Qani go'zal, mo'ltillamang bizga qarab. Qani ko'rsating endi. Eng katta sovg'alarimizdan biri 10 grammli tilla. 10 gram tilla chiqib ketdi. Endi kayfiyat tushirmaymiz, bitta imkoniyat. Bu bitta imkoniyatdan kim foydalanadi? Safarbek ham Safar akadan so'rardik. Hammaga imkoniyat teng-teng berilsin-da, chunki hammamiz bir xil bo'ldik-ku. Safarbek necha raqam tanlaysiz? Televizor. 24-chi. Televizorda yutib olishingiz mumkin. 24-raqamni tanladilar va go'zal birinchi qarab qo'ymang. Televizor sovg'asi edi. 24-raqamni ortida esa 24-raqamni ortida esa qani 1 2 Havo sovutgichi. Havo sovutgich. Vah, kayfiyat tushirmayapman. Hozir 3-zinaga chiqamiz, 3 ta imkoniyat beramiz. Demak, biz 3-zinaga ko'tarildik va bizda yana ancha-muncha sovg'alar tark etdi. Sovg'alar soni kamayib boryapti, lekin sizda imkoniyat hali bor. Hozir sizda imkoniyat bor. Endi 28-raqam ortida televizor yashiringan edi. O'yinimiz qoidasiga binoan bitta televizorni chiqarib yuboramiz. ko'rib turganinglardek o'rtoqlar, mana shu zinada, birinchi zinada, ikkinchi zinada topa olmagan sovg'alar odamda shubha tug'dirishi mumkin. Voy, bu sovg'a bormi o'zi? Nimaga bular o'ynashyapti deb. To'g'rimi? Ota, ona, kelin, mana ko'rib turganinglardek shu sovg'alar yashiringan. Eng asosiysi bu yerga omad ham kerak. Avvalo omad ham kerak. Balki oxirgi zinada omadingiz kelib kattaroq sovg'aga ega bo'larsiz. Mana shuni sizlarga ko'rsatgan holatda, isbotlagan holatda mana shu yerda televizorda bittasini ko'rsatib, uni ham o'yindan chiqarib yuboryapmiz. Va sizlar 3-zinaga ko'tarildinglar va sizlarda 3-zinada 3 ta raqam tanlash imkoniyatinglar bor.
Bizda sovg'alarimiz smartfon 3 ta qolgan, notebook bitta qolgan, televizor 2 ta, kir yuvish mashinasi 3 ta qolgan, konditsioner 2 ta, gaz plitasi 3 ta, muzlatgich 3 ta, 10 million so'm pul 2 ta, 10 gram tilla bizni tark etdi. 10 gram tilla yo'q. 10 million ikkita ya. Mendan sizlarga ajoyib yordam, imkoniyat. Men sizlar tomondaman. Quruq qo'l bilan ketmanglar, sovg'a bilan ketinglar deyapman. Xolasangiz kir yuvish mashinasi 3 ta qolibdi. Endi 3 ta imkoniyatinglar bor-da. Ha? Ko'prog'i bo'lsa, mana bu yerda ko'proq sovg'a bo'ladigan bo'lsa, sizni yutish imkoniyatingiz bor. Mana gaz plitasi 3 ta, muzlatgich 3 ta. Hamda smartfon 3 ta. Notebook bitta qoldi, televizor 2 ta qoldi. Qaysi sovg'ani tanlaymiz keyingisiga? Bu zinada qaysi sovg'a? Ayting. Ayt. Maslahatlashamiz va tezlashamiz. Muzlatgich. Demak, bizda tanlashdi keyingi sovg'a 3-zinaga ko'tarilganda muzlatgich sovg'asiga to'g'ri kelishdi. Safarbek 3-zinada muzlatgichni tanlashdi va endi bularda 3 ta raqam tanlash imkoniyati bor. Xullas kalom birinchi tanlaydigan raqamimiz qaysi? Yusuf aka, kim tanlaydi? Ayting. Kimga imkoniyat berasiz yo hamma imkoniyatdan o'zingiz foydalanasiz? O'yinchi nomimiz. 10-raqam Lionel Messi'ni raqami, to'g'rimi? Futbolda qaysi komandaga bolishchilik qiladi? O'zimizda Surxonga. O'zimizni Surxon jamoasiga. Yo'q, mana Yevropa, Ispaniya, Italiya bir narsa klublar bor, shulardan. Barselona. Demak, 10-raqamni tanladilar va 10-raqam ortida muzlatgich bo'lishi mumkinmi? Bizga juda ham qiziq. Hammamizga qiziq, to'g'rimi? Mashqiz bizni yo'ldan uryapti-da, mashqiz sovg'a chiqarib bermayapti. Amaki, mashqizni so'kaverasizlar bemalol. Mashqizni. Keling, hech bir marta raqam almashtirish imkoniyatidan foydalaning. Raqam almashtirish imkoniyatingiz ham bor ekan. Shoshilmang, o'ylanmang. Shoshilib qaqa borardingiz. Maza qildik mana. O'ylab ko'ring. Buni ortida balkim sizni xursand qiladigan, balkim xafa qiladigan narsa bo'lishi ham mumkin. Mayli shu o'yinchi. 10-raqam. 10-raqam. Baribir ochamiz deyaptilar. 10-raqam. Demak, 10-raqam ortida esa go'zal. Gaz plitasi. Gaz plitasi. Gaz plitasi dedim ha. Ey, nimaga unday bo'lyapti? Xafa bo'lmaymiz. Hali imkoniyatimiz bor. Hozir yana 2 ta raqam tanlash imkoniyati bor. Bir-biringlardan o'pkalamagan holatda kim raqam tanlaydi? Tanlaydi. Ayt. Onam. Onaginam dorilama kunlar keldi deydi. 2. Raqam. 2-raqam ortida muzlatgich bo'lishi mumkinmi? Go'zal. 2-raqam ortida esa, 2-raqam ortida esa 2-raqam ortida yana gaz plitasi. Voy, yana bitta gaz plitasi bizni tark etyapti. Bizda gaz plitasi soni kam qolmoqda. Konditsioner, muzlatgich, lekin 3 ta va 3-imkoniyatdan kim foydalanadi? Safar aka, 3-imkoniyatdan raqam tanlash imkoniyatingiz bor. Qaysi raqamni tanlaysiz? 8-raqam. 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 8-raqam ortida muzlatgich bo'lsin endi. Go'zal, bizga chiqarib bering. 8-raqam ortida esa Agar meni qo'limda bo'lganda, lekin almashtirish imkonini bera olaman. Bu meni qo'limda. Safar do'stim. Raqam almashtirish imkoni bor. Raqamda almashtirish imkoniyati bor. Shu imkoniyat. 1 1 deyapti onangiz. Nima deysiz? Yo'q, onam aytgani bo'lsin. Bo'ldi, 8ni joyiga qo'ying. Almashtiramiz. 8ni qo'ydik joyiga va onajonimizni gaplari bilan 1-raqamga o'zgartirdik va 1-raqamimiz orqasida Smartfon. 3-zinada ham kayfiyat tushirmaymiz. Imkoniyat bor. Hozir shartimizga binoan sizlar undan oldingi 3-zinaga ko'tarilganimizda ham muzlatgich dedinglar, lekin muzlatgich topa olmadinglar. Lekin mana shu yerda muzlatgich borligini isbotlash maqsadida Go'zalxon 7-raqamni bizga ko'rsatadi. 8 emas, 7 raqamini tanlaganingizda muzlatgich. 7 raqamni topganlarida muzlatgich chiqib ketyapti. Mana Safarbek, siz ham adashmadingiz. Unda ham baribir onaga imkoniyat berib to'g'ri qildingiz, siz to'g'ri yo'ldasiz.
4-zinaga ko'tarilganimizda ikkita imkoniyatinglar bor va mana shu yerdan sovg'alar. Qaysi sovg'ani tanlagan bo'lardingiz? 3 ta kir yuvish mashinasi, 2 ta muzlatgich, gaz plitasi, konditsioner. Eng ko'pi kir yuvish mashinasi 3 ta qopdi. Nima, onajon? Ayting. Sovg'a. Kir mashina. Kir mashina. Kir yuvish mashinasi. Kelin to'g'ri qadam tashladilar, chunki eng ko'p qolgan sovg'amiz kir yuvish mashinasi. 3 dona qolgan va hozir bularda 2 ta topish imkoniyati bor. Shuncha sovg'alarimiz chiqib ketdi, lekin sizlarda imkoniyat ham tug'ilyapti. Bu yerdan chiqib ketgan sovg'alarning ichida eng ko'p sovg'a baribir qolyapti. Hozir sizlarda bu yerda 2 ta imkoniyat bor. Mana shu raqamlarning ichidan o'zingizga yoqqan, ko'nglingiz chopgan, intuitsiya deydimi, shu intuitsiyaga suyangan holatda bitta raqamda aytsanglar bo'ladi. Nechi? Ayting. 15. 15-raqam. 15-raqam. To'xtang, go'zal, shuni ushamang. 15-raqam. 15-raqamda to'xtaysiz-a, ota. Boshqaga o'zgartirish imkoniyati bor. Almashtiring bo'lmasa. O'ziga qol. 15-a to'xtang, o'zim olmoqchiman. Shoshilib ketmoqdaman. 15-raqam. 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 Xullas kalom 15-raqamimiz ortida. Almashtirmaysizmi amaki? O, kir yuvish mashinasi. Yaxshi. Mana g'oya. Guldiroz shapaloqlar. Bejizga mana intuitsiya dedim-ku amaki. Mana bitta imkoniyat bor. Super o'yinda ishtirok etish. Kir yuvish mashinasi. Bekorga sizlarga noto'g'ri maslahat bermadimmi? Mana aytganimdek, mana shuni mana ko'nglim chopib, o'zim olgim keldi. 15-raqamda ortida kir yuvish mashinasi turgan edi. Amaki, tabriklayman. Bu sizniki sovg'a. Yana bitta imkoniyatingiz bor, super o'yinda ishtirok etish. To'g'rimi? Hamda bitta raqam tanlash imkoniyatinglar ham bor. Rahmat Go'zalxon. Bu sovg'amiz sizlarga, lekin chiqib ketgan yo'q. Qolgan sovg'alar chiqib ketdi. Safarbek, kayfiyat yaxshimi endi? Safar tanlasin shu o'zi. Safarbek, siz tanlayotgansiz bitta raqam endi. Va bitta imkoniyat. Necha? 4. 4-raqam. 4-raqam ortida. 4-raqam ortida nima bor ekan? Kir yuvish mashinasi edi, ha? Ikkita imkoniyat beraman. Kir yuvish mashinasini tanlashgan edi. Kir yuvish mashinasini sovg'a sifatida tanlashgan va bu yerda 4-raqam ortida esa 2 ta kir yuvish mashinasi. kir yuvish mashinasi. Gap bo'lishi mumkin emas. Ota bola gap yo'q. Bittada topdinglar. Gap bo'lishi mumkin emas. Lekin bir narsani bilinglar. Mana shu yerda kir yuvish mashinasi 2 ta sizlarniki. Lekin imkoniyat bitta. Super o'yinda. Shuni o'ylab ko'rasizlar keyin. Men sizlar tomonman. Bu mana bular tomon. Safardan so'rayman. Men sizlar bilan Safarbek, bitta imkoniyatni qo'lga kiritdinglar, undan tashqari 2 ta kir yuvish mashinanglar bor. Otamga alohida, sizlarning oilalarga alohida. Xullas kalom, 5-zinaga ko'tarilamiz. Ko'rdingizmi? Ko'tarilyapmiz va anu qisqada zo'r imkoniyatdan foydalanar ekansizlar aka. Anu 5taliklarda foydalanmaysizmi shu intuitsiyadan, to'g'rimi? Oilada biz dadam, onam bor, singlim bor, ayolim bor, keyin bir o'g'il, bir qizim bor. Oilamdan uzoq bo'lganiga 1 yil bo'lyapti. Mol fermada ishlaymiz, ho'kiz boqamiz. Shu uydalarni, bola chaqamizni, kamchiliklarni to'ldiramiz deb o'zimizga bir sharoit qilamiz deb ishlagan kelganmiz. Onajon, endi sizlarga yana bir narsani aytib o'taman. Sovg'alarni tanishtirib o'taman va 5-zinaga ko'tarilganimizda sizlarda bitta raqam tanlash imkoniyati bor. Smartfon 2 ta, notebook 1 ta, televizor 43 talik 2 ta, kir yuvish mashinasi 1 ta, konditsioner 2 ta, gaz plitasi 1 ta, muzlatgich 2 ta, 10 million so'm 2 ta. 10 gram tillarni chiqarib yuborganmiz. 10 gram u nima 10 million qilasiz? ekan. 10 million. Ha? 10 million. 10 million so'm. Safarbek nima deysiz? 10 million so'mni tanladi otam. Ikkinchi marta tanlashi. Bo'l. Mayli, nima desa shu. 10 million so'm.
oltinchi nomerdan o'qiydi. Ha? Oltinchi nomer. Nima deysiz? Oltini. 6-raqam. Safarbek 6-raqamni tanladi, sovg'ani esa 10 million so'm tanladi. Go'zalxon shoshilmang. 6-raqam 6. Voy. Buni orqasida nima bor ekan, ha? 10 million so'm bormikin? Ko'rinmaydigan qilishibdi-da bu qizlar ham. 10 million so'm, ha? 6-raqam ortida bormikin? Onajon nima deysiz? Xo'jayinning gaplariga qo'shilasizmi yo chiqmasa, voy nimaga unaqa qildingiz, bo'lmaydimi onam? Cobalt yutib olish, qaranglar, mana shu yangi Cobalt sizlarga bo'lishi imkoniyati ham bor, chunki sizlarda bitta imkoniyat bor, super o'yinda ishtirok etish imkoniyati bor. Xullas kalom, oxirgi imkoniyat, oxirgi urinish 5-zinaga ko'tarildik va 6-raqamni otam tanladilar va 6-raqam ortida nima chiqar ekan? Sizda yo ikkita imkoniyat bo'ladi, yo 10 million so'm pul yutug'i bo'ladi. Sizda lekin ikkita kir yuvish mashinasi bor. Demak, ochavering. Va 6-raqamda Go'zalga ishonamizda, mashq qizga ishonamiz. Yo o'zim ochaymi? Aytinglar. Ochamiz. Ha, uji ochib bo'pti. Oh. Qani? Oxirgi imkoniyat, balkim raqam almashtirish berarmiz. Bizga padishka qilyapti, yon bosyapti. Oxirgi Almashtiring. imkoniyat. Nechi? Ayting. Ayt. Almashtirsa. Nima? Ayting, abaka. Shu singlim orqasidagi. Siniz O'rtada. orqasidagi 16 mi, 26 mi? 16. 16. 16. Ha, 16 mi jicha teparoq ekan. Qani 16. Oltini Va- olib tashladim, keyin ko'rsataman Ha. orqasida nima borligini. 16-raqam ortida, 16-raqam, ha, amaki, qutlug' bo'lsin, tabriklayman, deyish nasib qilsin, ha, hammamizga. Onajon, tabriklayman. Mashina yutib oldingiz, deylik. Endi hozir qani 5-zinadagi bitta imkoniyatimiz. Go'zal 16-raqam ortida esa nima turibdi? 10 million so'm pulmi? Albatta, lekin afsuski havo sovutgichi. Kayfiyat tushirmaymiz. Hali 10 raqam. 6-raqamda nima edi? 6-raqamda esa muzlatgich. Va 10 million so'm pul qayerda turgan edi? 10 million so'm pul qayerda turadi? Hurmatli o'rtoqlar, bitta narsani sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Hozir sizlarga mana amaki 18 ni tanlaganingizda mana 10 million so'm pul qaranglar. O'rtoqlar, bitta narsa, mana shu yerga qo'yilgan sovg'alar go'zal, hammasini ochib chiqing. Birin-ketinlik bilan sanadik. Mana hech qaysisida yo'q narsani o'zi yo'q. Aytgan narsalarimiz hammasi, va'da berganlarimiz mana shu sovg'alar, mana shu yerda. Havo sovutgich. Aytgan nechtaligini aytgan bo'lsak, 3-raqamni ham oching. Hammasini ichida sovg'alarimiz turibdi. Bu ba'zi bir negativlar borda o'tirib olib, bo'lmagan narsa. Aqlli, ani tirnoq ichidan kir qidiradiganlar bor, amaki borda unaqalar. Yo'q, emas. Shular uchun mana isbotlash maqsadida televizor 10 million so'm pul, muzlatgich, smartfon, gaz plitasi, havo sovutgich, gaz plitasi, smartfon 10 million so'm pul, notebook, kir yuvish mashinasi 10 million so'm pul ikkita deganmidik, mana bor. Mana shu yerda sovg'alar ko'p. Endi bu hammasi o'zingizlarga ham tashab berilgan narsa. O'zingizlar bu imkoniyatdan to'g'ri foydalanish hamda omadga bog'liq. O'rtoqlar, mana shuncha sovg'alar bor ekan, biz ham qanday qatnashsak bo'ladi deb yangi kuzatayotgan kuzatuvchilarimiz uchun bir narsani eslatib o'tamiz. Biz media saytiga kirasiz yo Biz media ilovasidan Musofir show obunasini sotib olasizlar. Hamda u yerdagi ID kodni olib turib, Telegram botga shundoq jo'natib qo'ysanglar, sizlar omadinglar kelsa ishtirokchiga aylanasizlar va bizda Musofir showda ishtirokchiga aylandingizmi, sizga 5 million so'm pulingiz bor. Quruq qo'l bilan emas. Hamda Biz mediadan obunalar sotib oladigan bo'lsangiz, u yerda ham kontentlar havoga pulingiz uchib ketmaydi. Ikkita kir yuvish mashinasini yutib oldinglar. Sizlarniki u ikkita kir yuvish mashinasi. Hamda sizlarda bitta imkoniyat bor, super o'yinda ishtirok etish. Super o'yinimizda esa Cobalt avtomashinasi bor. Nima deysizlar, super o'yinda? Bilan o'ynaymiz. Nima deysiz, Safarbek? O'ynaymiz. Lekin bitta narsa, sizlar birinchi zina shartimizda yutib olgan ikkita kir yuvish mashinalarni mana shu yerga tashab ketasizlar. Super o'yinda ishtirok etishdi, sharti shu. Demak, biz super o'yinga
o'tamiz. Safarbek tayyormisiz? Tayyormiz, tayyor. Safarbek tayyor, oila a'zolar tayyor. Biz super o'yinga ketdik. Biz super o'yinga tayyormiz. Sizlar tayyormisizlar? Safarbek, tayyormisiz? Tayyormiz. Kelin nimaga yo'q bo'lib qoldi deb diqqat olmang. Kelin farzandingizga qarab ozgina ovutish bilan ovoralar, chunki yosh bolaga tushuntirib bo'lmaydi. Hozir katta o'yinda ishtirok etyapmiz. Bolam jincha jim turibdi, bizning imkoniyat bor deb bo'lmaydi. Onasi farzandiga qarab turibdi. Shuning uchun nimaga kelin yo'q bo'lib qoldi deb o'ylamanglar. Shunga tushuntirib o'tdik. Onajon, otajon, mana farzandlari Safarbek tayyorlar super o'yinga. Go'zal xonam tayyor. Birdan 10 gacha raqamlarimiz 10 gacha tayyor. raqamlar ichida mana shu sovg'alar yashiringan. 1 million so'm pul 4 ta, kichik to'plam 3 ta, katta to'plam 2 ta, avtomobil 1 ta. Hammasida sovg'a bor. Quruq qo'l bilan qolmaysiz baribir. 1 million so'm pul bo'lsa ham 1 million so'm yomon pul emas, ha? Yomon pul emas. Kichik to'plamda 3 ta sovg'amiz bor. Kir mashina, xolodilnik, televizor bor. Katta to'plamimizda esa 5 ta sovg'a bor. Undan 2 ta qo'yilgan, kichik to'plamdan 3 ta qo'yilgan va avtomobil. Bitta narsadan xursand bo'laman hozir. Safarbek, Yusuf aka, onajon, avtomashinani yutib olsanglar, men xursand bo'laman sizlar uchun. Sizlar uchun nima sovg'a yutib olsanglar xursandman. Sizlar tomoninglardaman men. Sizlar bilanman deydi-yu, kayfiyatni tushirmaymiz, shuning uchun hamma yo'qda xotirjam, ichki xotirjamlik hammasini inobatga olgan holatda raqam tanlash imkoniyatinglar bor. Mana 3 ta ishtirokchi onlayn bizga Safarbek bog'langan, onajonim shetdalar, otalari shetdalar va qanday raqam tanlaysizlar? Birdan 10 gacha bo'lgan raqamlar ichida bitta raqam tanlash imkoniyatinglar bor. Birinchi zina shartida yutib olgan kir yuvish mashinalar 2 ta edi, u bizda qolyapti va sizlar mana shu to'plam ichida qaysi birini topasizlar? Birdan 10 gacha bo'lgan raqam, amaki. 3-chi raqam. Ona siz nechini tanlagan bo'lardingiz? Bilmasam endi. Xo'jayiningizning gapiga qo'shilasizmi? Safarbek 3-chi raqamni tanlayaptilar. Nima deysiz? Bo'ladi. Dadam nima desa? Safarbek gap bo'lishi mumkin emas. Ota rozi, Xudo rozi deydi-yu, otani gapiga kirib, dadam nima desalar shu deyaptilar. Birdan tortib 10 gacha bo'lgan raqamlar ichida sovg'alar yashiringan. Lekin sizda yana bitta imkoniyat bor. Bu raqamda almashtirish imkoniyatingiz bor. Go'zal, shoshilmay turing. Birdan tortib 10 gacha bo'lgan raqamlar ichida sovg'alar turibdi. Endi qarorni o'zingizlar qabul qilasizlar. Birdan tortib 10 gacha bo'lgan raqam ichidan 3-raqamni tanladingiz. 3 iyag'i puch bo'ldi. Xullas, musofir shouda ishtirok etaman deganlar uchun yana bir narsani eslatib o'taman. Biz media saytiga kirasiz yoki biz media ilovasi orqali musofir show tarifini sotib olasiz va undan chiqqan ID kodni musofir show Telegram botiga jo'natasiz va raddon orqali siz ishtirokchiga aylanishingiz mumkin. Demak, qaroringlar qat'iy, to'g'rimi? Bitta qarorda qoldinglar, demak 3-raqamni tanladik deyishyapti. O'ylab ko'ringlar. Yaxshilab o'ylab ko'ringlar. Demak, Safar aka, bosamizmi, ochamizmi? Dada nima deysiz? Ochamiz ekan. Demak 3-raqam ortida. 3-raqam ortida hozir birinchi musofir show ishtirokchilarining yutib olgan sovg'alari 3-raqam ortida va nihoyat Musofir shouda sensatsiya kutilgan sovg'a avtomobil. Tabriklayman. Nasib bo'lsa yetsak, mashina yetib olsak yaxshi bo'ladi. Albatta mashina yutishimiz kerak.
bugun moshina yutib ketamiz nasib bo'lsa, Allohim biz qo'llasin. Bugun endi biz shu Xudo nima nasib qilgan bo'lsa, shu niyatda keldik. Birinchi ishtirokchimiz Musofir Showda o'rtoqlar. Tabriklayman. Xuddi o'zim yutgandek juda ham xursand bo'ldim. Avtomobil. Agar mashina yutib olsak, nasib bo'lsa, shu dadamga beraman. Sovg'a qilib. Yig'lamang endi, yig'lamang mayli. O, Safarbek, qaytasizmi endi? Aytinglar, meni chaqir. Aytamiz. Qayta Safarbek Cobalt avtomashinasi. Voy, birinchi ishtirokchi, birinchi shouda avtomobil. Gap bo'lishi mumkin emas, gap bo'lishi mumkin emas. Avtomobilga ega bo'ldilar o'rtoqlar. Safarbek bizga aytishlaricha mashina yutib olsa qaytaman degan ekansiz. Ha, shunday. Qaytasizmi? Qaytadi. Ha, qaytamiz. Voy, kelinni xursandligini ko'rardik-a, chiqib ketganini qarang-a. Voy, dadasi qaytarkan bo'lardi. Voy, tabriklaymiz. Farzandinglar oldinglarda, bag'ringlarda bo'lsa, mana shu mashinada sizlarni o'ynatib, kuldirib, yayratib yursinlar. Tabriklaymiz. Cobalt avtomashinasi muborak bo'lsin. Onajonim, tabriklayman, muborak bo'lsin. Duo qilib qo'yasiz endi. Musofir showimiz mana shunaqa. Musofirlarga faqatgina yaxshilik ilingan holatda birgalikda sizlar bilan ham nafas bo'lib va ham fikr bo'lib ushbu showni yaratdik. Kelin, mashina muborak bo'lsin. Yutdik. Ana kelinimiz ham kirib keldilar. Xo'jayin qaytadigan bo'ldi. Olib chiqing u babichkalarni, olib chiqing. Olib kelganlar. Mana kelindi. Yig'lab kelyapti. Ha, yig'ib kelmaydi. Jiyan, ke. Mana mashinada olib ketamiz, ke. Mashinani. Mashinada olib ketamiz, bilaman. Didi, Mana. Ko'ryapsanmi? Mana xursandchiligini. Mana shu yigit ko'tarsin. Mashina yutib olganda ham yig'laysan. Albatta tushirib ol. Tabriklaymiz Cobalt avtomashinasi. Birinchisi Surxondaryo Sherobod tumaniga ketdi. Hurmatli o'rtoqlar, Botirovlar xonadonida shodiyona xursandchilik. Biz bu xursandchilikka qo'shilamiz. Muborak bo'lsin! O'rtoqlar, uzoqlashmanglar. Biz media.uz saytiga kirasizlar hamda yoki Biz media ilovasiga obuna bo'lasizlar. Musofir show tarifini sotib olsanglar, ID chiqadi. IDni shundoq olib turib Telegram botga tashab ishtirokchiga aylanasiz. Amaki, ayting, nima deysiz musofirlarga? Musofirlarga nima? Musofirlarga hammasiga omad. Mana o'ynanglar, mana yutdik. Endi Yusuf aka, mana shu omadli inson ekansiz. Keyingi omadli insonimizni bizga aniqlab berishda yordam berasiz. Faqatgina startni bersangiz bo'ldi, yigitlarimiz kompyuterda bosishadi va keyingi ishtirokchi kimligini aniqlaymiz, ular bilan bog'lanadi yigitlarimiz va keyingi sonlarimizda ishtirokchi bo'lib qatnashadilar. Sizga o'xshab omadi keladigan bo'lsa, avtomashina yutib ketish imkoniyatiga ega bo'ladi. Akajon, tabriklayman. Boshida juda sekin ketdi, kayfiyat tushib qoldi. Aytdim-ku amaki, yaxshi ot keyin chopadi. To'g'rimi? Ona, xursandmisiz? Xursandman, albatta. Rahmat sizlarga. Yaxshimi? Juda a'lo. Biz tayyormiz. Keyingi ishtirokchi, omadli ishtirokchi kim bo'lar ekan? Buni siz start deysiz va mana bu yerda chiqqan raddon orqali aniqlab olamiz. Tayyormisiz? Yusuf aka? Starting. Ona, 1, 2 start berasiz. Boshladik. Boshladik ekan, start yo'q ekan, boshladik dedilar. Yusuf aka mana bu Musofirdan keyingi ishtirokchimiz. Haqiqiy musofirdan 7 plus 7 953 85 20 322 abonent egasi bilan yigitlarimiz bog'lanishadi va keyingi ishtirokchiga siz aylandingiz. Xudo xolasa siz bilan mana shu yerda oila a'zolaringiz bilan mana shu sahnada ko'rishamiz. Siz bilan esa onlayn bog'lanamiz. Keyingi musofir shoularda ko'rishguncha sog' bo'linglar.
Mana va nihoyat mashinalarimiz tayyor. O'zbekistonda hali bunaqasi bo'lmagan, musofirlar uchun bunaqa shou bo'lmagan edi. Hurmatli o'rtoqlar, mana musofir shouga tayyorlangan Cobalt'lar tappa tayyor. Hali ulgurmagan bo'lsangiz, tezroq biz aytgan shartlarni bajaringlar va bitta Cobalt'ning egasi bo'linglar. Aytganimizdek, o'rtoqlar, faqat sizlar uchun musofirda yurgan Moskvada, Rossiya, butun Rossiyada, qolaversa Koreya, Amerika, yer kurrasini qatida bo'lishingizdan qat'iy nazar musofirda bo'ladigan bo'lsangiz, biz media platformasiga kirasiz, musofir show obunasini shunday sotib olasiz hamda ID kodni musofir show botiga jo'natib qo'yasiz. Bu juda ham oson. Siz ishtirokchiga aylanadigan bo'lsangiz, boshidanoq 5 million so'm pulingiz bor. Atak bunaqa Cobalt yutib ketish imkoniyati ham sizda bor. Faqatgina shoshilamiz, aytgan narsalarimizni bajaramiz. Bu haqiqiy show. Mana va nihoyat birinchi o'yinimiz o'tdi va mana shu Cobalt'imiz Surxondaryo, Sherobod tumanidan yutib ketishdi o'rtoqlar. Bu haqqoniy, chestniy deydi-yu, haqiqiy egasini topdi. Xudo xolasa buni olib borib uylariga topshirib kelamiz. Buni kuzatishda davom etinglar o'rtoqlar. Lekin hali ham kechmas. Endi boshladik biz musofir showni. O'rtoqlar, tezroq podpisatsiyani bosib qo'yasizlar. Botirov Safar aka, biz Cobalt olib yo'lga chiqyapmiz. Kutib olarsiz akamjonim. O'zimiz asoda ko'rishamiz. Biz Surxondaryoga kirib keldik o'rtoqlar. Xudo xolasa musofir showni mana birinchi g'olibi Surxondaryodan, Sherobod tumanidan egasiga topshirgani va nihoyat yetib keldik. Ko'zlar suzilganiga e'tibor bermanglar. Sizlar ham ishtirok etinglar, g'olib bo'lasizlar. Biz va nihoyat Surxondaryo, Sherobodga yetib keldik o'rtoqlar. Birinchi ishtirokchimiz musofir show g'olibiga Cobalt avtomashinasini olib keldik. Sizlar ham azob bo'lib qo'yinglar, hali azob bo'lmagan bo'lsanglar. Mana Sherobod tumani, Surxondaryo. Bugun tandirlarda maza qilib endi Toshkentga qaytamiz. Musofir showda hali azob bo'lmagan bo'lsangiz o'rtoqlar, musofir showga azob bo'linglar. Hamma shartlarni a'lo darajada bajarsanglar, sizlar ham Cobalt yutib olish imkoniyatinglar bor. Bu qanday bo'ladi? Biz mediaga saytiga kirasizlar, erta musofir platformasidan obuna sotib olasizlar va undan chiqqan ID kodni musofir show Telegram botiga jo'natasizlar. Qarab turibsizlarki, omadinglar chopsa Cobalt avtomashinasili bo'lib qolasizlar. Mana yangi Cobalt avtomat korobka, eng so'nggi rusumdagi, undan tashqari oilaviy, haqiqiy ro'zg'orbop mashina ekan. Minib kelib bildim, radarga ham tushmay ekan. Bitta ko'zni yumsa tushmas ekan. O'rtoqlar, hammalarga yaxshi kayfiyat. Biz esa uyga olib boramiz endi, ketdik. Safar aka kutib olarsiz endi, ha? O'zi ham to'y bo'lib ketsa kerak. Burnimizgacha go'sht olsa kerak. Chizzaboy yeb ichardik. Oho, to'y. Nihoyat biz Surxondaryoga, Sherobodga yetib keldik. Birinchi ishtirokchimiz, birinchi g'olibimiz mana shu Sheroboddan bo'ldi. Qutlug' bo'lsin Sherobodga! Hammalarga mashina muborak bo'lsin. Mana Safarbek ishonib bizni musofir showga ishtirok etgan ekan, shartlarini to'liq bajargan ekan. Keling amaki endi. Safarbekni dadalari endi o'zlari musofir dedilar. Xudo xolasa yaqinda dokumentlar tugab kelar ekan, o'zlari haydayotganlar. Mana xalqni oldida, mana sizlarni oldinglarda mana shu Cobalt avtomashinasini kalitini amakimga topshiramiz. Muborak bo'lsin. Musofir show ishtirokchisi bo'lishi bilan 5 million so'm yutug'ingiz bor degandik. O'sha pulni ham mana amakimga topshiramiz. Mana Safarbekni.
Pulli bo'lsin mashinalar Sherobodga! Mol versin, koy versin, kovuzlarda mol versin. Mazgılabad, şirin hayat olsun. Çünkü toga gelgenlerim toga yettirsin, ziyanımız mazza kılıp, oynak kılıp hayda girsin. Mehmanlarım kalamı kutluk kesin, toy üstüne toy kılayık. Mana showni ham boshlab oldik. Ko'pchilikka ma'qul kelyapti hamda ko'pchilik xursand. Buni qanday qatnashsak bo'ladi degan qo'ng'iroqlar ham ko'payib qoldi, Xudoga shukr. O'rtoqlar, bitta narsani aytib o'tamiz. Hamma shartlarni to'liq aniq bajaringlar. Yana bitta ishtirokchimiz obunachi aniqlaganmiz, lekin obuna sotolmagan. O'rtoq, shuncha narsa qilsiz, bir qadam qolganda-ya. Obuna sotolmaysizmi? Omadingiz kelib turibdi. Siz Cobalt yo o bitovoy texnika plyutuqlariga ega bo'lishingiz mumkin edi. Lekin shunday imkoniyatni ozgina beparvolik orqali yo'q qildingiz. Endi biz boshqatdan yangi ishtirokchi aniqlaymiz. Chunki hammaga shart bir xil bo'lishi kerak. Asosiy shartlarimizdan biri biz mediadan, Musofir showdan tarif sotib olib, undagi IDni Telegram botga jo'natish edi. O'rtoqlar, shunga diqqatliroq bo'lamiz. Juda ham qiyin emas. Instagramda, saytlarimizda, YouTube'larda mana ekran zapis qilib ham qo'yganmiz. Bulardan ko'rib olsanglar bo'ladi. Juda qiyin narsa emas. Ana endi obunasi bor ishtirokchilarimizdan birini ishtirokchi sifatida aniqlaymiz. Omadi chopgan bitta ishtirokchi endi sog'aga ega bo'lib ketadi. Marhamat. Tabriklaymiz. Mana ishtirokchimizni ham aniqlab oldik. Xudo xolasa siz bilan Musofir show pavilyonida ko'rishamiz. Ko'rsatuvda ko'rishguncha qolganlar sizlar ham ulgurib qolinglar. Hamma shartni to'liq bajaringlar. Ko'rishganda ko'rishguncha qo'llab-quvvatlab turasizlar. Sog' bo'linglar. Xo'p bo'ladi.